okey. Bu narsani meni eshitibsanmi? Baqa kirgin. Nasıl aytyapsan? Okey. Ashuni o'rtasiga tushirib qo'yaman, tushundingmi? Okey. Okey. Yonma-yo. Yonyapsan, suv quyish kerak senga. Bo'ldi, okey. Asaga tushunayapsanmi? Okey. Ha, xarita bo'ylab yuguramiz. Mayli, okey. Qani ko'raylik xaritangizni. Mana. O yaxshi. O yaxshi xarita zo'r ekan. Bitti, okey. Baqa yur. Qaqa. Baqa yugur oldimda. Uraman aka. Niye yuryapsan? Qayerga? Noy borasan. Sen yuryapsan deyapsan. Hey. Qayerga deyapsan? O'qsa. Bo'ldi. Tutameydim. Paket deyapsan men senga. Qayerga ketdik? Vallahi şimdi tutamazsa kerimizden yiyama. Aha okey. Yapacaksın. Yapacaksın. Ne yapın? Aldın götür. Loh deb o'ylayapti. Endi qoch ketadi. Valla menga endi narsa qilyaptimi? O'zidan ko'rsin endi. Yana nima deydi? Karotchi valla endi yigitlar o'ldiramizda yo'q ko'ramiz narsasini. Bunaqa qilib endi bo'ladi. Ushladimi? Yo'q, sen o'ylayapsan. Nima qizig'i bor buni? Narslaringni men tashlab olgan bo'laman. Okey, narsalar tasha. Valla okey, ana qotib olganni o'ldirganingiz okey. Kiyimlarni yech. Mana okey, mayli. Mayli, okey. Tasha olmani ham. Mana okey. Valla okey, narsa qo'ymadim men. Ana deb toki olib qo'ydi. Okey, aldaganim yo'q. Tasha deyapman. Mayli okey, mana. Tasha qo'yganlarimni. Okey. Mana qilachingiz mana. Tasha qilishdi ham. Okey. Okey, boshqa narsangiz yo'q, mana mo'mingiz qolib ketdi. Boshqa hech nima yo'q okey menda. Endi men xaridingizda. Qara. Okey, nima okey? Seni maxsus qamoqxonaga olib boraman. Mayli okey. Qayerga qochyapsan? Okey, eshik knopkasi şeyda, baqa ol. Yes. Yonmaysiz. Yes, o'tinga. Birinchiga yetil bilan turib. Baqachi. Okey. Qaydagilar? Voy.
Uydagilaridan zerikkandan bu yerda o'tirib, tushundingmi? Xo'p aka. Biror nima qiladigan bo'lsang, urib o'ldirib qo'yishim kerak. Bir joytingga. Aka jiddilik olmoqda. Aka jiddilik olmoqda. O'lyapti aka. O'ldi aka. Joniga meni o'ldirdi mana bola. Manami? Cho'g'i bor aka. Chog'ing menga. Endi joying jannatdan bo'lsin. Mana bu Senga nima bo'lyapti? qochib ketmoqchi. Joy bor ekan o'sha. Ana aka joyidan qochib ketmoqchi edi. O'sha joydan. Xullas uka, sen bitta yo'ldan qaytmaydigan bola ekansan. Ha aka. Endi bitta yaxshilik qilaman. Xo'p aka, xo'p. Tushundingmi? Xo'p aka, xo'p. Xullas mana kiyimlaringda menga bir jumlaligisi yo'q. Aka kiyim bor menda. Bo'ldi yetadi aka. Mana aka Uka, bundan beydan bo'shamoqchiman. Endi boshliq majbur demayapti. Xullas ash qilich bilan kechqurun turasan-da. Kechqurunda meni aylanib yurganimda aka deb qo'ysang, men shunday oldinga kelaman, eshikni ochib qo'yaman, uxlaydi. Xo'p. Keyin bu yerda ikkimiz ham ketamiz, tushundingmi? Mayli aka. Bo'pti, kechga ko'rishamiz. Bo'pti aka. Senga ishondim lekin. Ha aka, mayli bo'ldi. Bo'lmasa bolalar kechqurun tushishni kutib turaman. Aka. Shunda o'ldirsang, To'xtab turing. Bo'lmasa qilichim o'g'li. Mayli aka, o'ldiraman. Menga xabar bera olmaysanlar endi hamma joy yonadi. Turing aka endi. Hamma jiddilar uramiz. bular bang telefon o'ynayapti. Qoching aka. Qoching endi aka. Qoching aka. Narsa lavani olayman. Mayli aka, chiqing. 15 edi shekli. Ketdik. Ana adam boshliq kelyapti. Tez qamoqxonaga Qochdik. kerak. Yo'q. Qamoqxonaga kirishimiz kerak. Yo bolalar, shuncha qilgan harakatimizni hisobga olganda like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlar bilan Rozikjon va Shahboz degan bola bo'ldi. To'g'rimi Shahboz? Bo'lmasa hammaga yoqqan bo'lsa, kommentga bir og'zim 3 dona bo'lsa ham qarshi olib qo'ysalaring, yana